Assalomu alaykum, tajribali ustalar kanalini obunachilar. Yaxshi niyatda uchastkani solgan aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz uchun bugun biz Farg'onani Yaypaniga yetib kelganmiz. Farg'onani Bog'dotidan ustakalarimiz zo'r qilib hovliga, burchatga, so'killarga Xitoy metallogranit, Angola bileklardan zo'r qilib terib berishibdi. Hozirgi kunda narxi nech pul bo'lyapti deganlarga ustakamiz bilan birgalikda ma'lumotini beramiz va qayergacha xizmatlar deganlar uchun o'zlaridan so'rab o'tamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamasdan. Xudosi zo'r chiqdi aka bu xonadonimiz ham. Xudosi qo'ldan kelgancha chiroyli qilib berdik. Gap bo'lishi mumkin. Xonadon egasi ham xursand. Aha. Hozir keldik, Hoji bobomiz ham yaxshi nima kutib oldi. Inshaalloh xursand, juda chiroyli chiqdi, hammamizga yoqdi deyishyapti. Xo'p, aka, mana bu ham juda chiroyli gilamga o'xshab chiqdi, fosforli. Ha, bu Kechasi Xitoy metallogranit bu. Aha. Fosforli gilam gulimiz. Kechqurun bu shu svetni yorug'ligidan nur olib yonib turadimi? Ha, tunda o'zidan nur tarab turadi. Juda ham zo'r. Hozir mana mashina kirib chiqyapti, hech nima bo'lgani yo'q. Demak, bu umuman bu gulimiz, bu burchatkamiz nechta tonnagacha ko'taradi? Nechta 8 tonnagacha? tonnagacha yukni ko'taraveradi. 8 tonnagacha mashina, nima yuki bilan shu 8 tonnalik yuk kirib chiqsa bo'laveradi. Bemalol kirib chiqaveradi. Gap yo'q. Bu xonadonga kelganlaringda aka, hovli qismi qanaqa holatda edi? Stashka bo'lganmidi yo shag'al holatdamidi? Bu xonadonimiz kelganimizda so'killari qilingan yo'q edi. Aha. Mana bu joylarimiz shag'al holatda edi. Shag'al holatda edi. Past, baland holatda edi. Aha. Demak, buni zasipka qilib to'g'riladilar, ha? Zasipkalarni qilib, tekizlab, o'zimiz uruvellarga olib, yo'llarni chiqarib qilib. Hop, shunda aka, bu mahsulotimiz bitta hozir mana shu joydan olib kelsam-da gapirsak. Bu mahsulotimiz tabiiymi aka? Aka, bu mahsulotimiz Ya'ni tabiiy deganda umuman tabiiy. Ichi ham oppoq buni. Oq sement, o'sha Eronda oq sementi, mramor qum, mramor toshdan, o'zini qo'shadigan kliylari bor. Demak, tabiiy toza tosh bo'lib qoladi bu. Yomg'ir yoqqanda, nam tekkanda, demak bu namni o'ziga shib olmaydi, to'g'rimi? Yo'q, Haligi ayrim nimalarga o'xshab, metpisokdan bo'lgan burchatkalar bo'lsa, namni shimib qorayib turaveradi. Qorayib turadi-ki, o'zidan sho'r chiqaradi. Sho'r chiqaradi. Bunimiz o'zidan sho'r chiqarmaydi. Chunki Eron oq sement, tabiiy granit mramorlarning toshi, Tosh, shuning qum, hisobiga mramordan bo'ladi. Tabiiy narsa. Tabiiy narsa. Kak mramor tosh bo'lib qoladi-da. Hozir razmeri nechaga necha aka buni? Bunimizda razmeri 15 ga 30. 15 ga 30, 15 30. Kubikchalari Xitoy metallogranitmi? Xitoy toza Xitoy metallogranit. O'sha kristallidan qirq qo'yib berganmiz. Xo'p, hozirgi kunda aka usta haqqi, materiali bilan bu xonadonni nech pul qilib berdilar? Bu xonadonga o'sha zasipkasi, o'sha materiali, o'sha xizmat haqi nimasi bilan 140 ming qilib berdik. 140 ming. Xo'p, xonadon egasidan talab qilinadigan narsa nimalar bo'ladi? Shu cho'rning narsalari, o'sha sement, metpisok, o'sha tagiga zasipka qilgani, Zasipkasini sement, kafilli kley kelsa kafilni kley olib berishadi, keyin dastavkalarni qilib berishadi. Xo'p, xonadon egasidan dastavkasi o'zidan, zasipka qilinadigan holat bo'lsa, zasipkaga to'ktirib berasiz o'zingizdan, sement, metpisok, kafilni kley sizdan. Akalarimizdan mana shu mahsulot burchatkamiz, Xitoy metallogranit kubikchamiz usta haqimiz bo'lyapti. Haqimiz bo'lyapti. Juda ham zo'r. Endi aka, mana chetlariga qilinadigan mana bu ramkalar qanaqa bo'ladi palasalar? Alohida hisoblanadi. Bu palasalarimizda 6 santiligi 1 metrga 1 metr bo'ladigan bo'lsa, 6 santiligi. Xizmat haqi bilan 35 mingdan qo'yib beramiz. O'sha xizmat haqi bilan 35 mingdan qo'yib beramiz. Eniga qo'shiladigan bo'lsa, narx qo'shilib boraveradi. Qo'shilib boraveradi. Latokcha deganlarga latokcha qo'yib beramiz. Latokcha deganlarga latokcha qo'yib beramiz. Qolagan fasonni qilib beraveramiz. Juda ham zo'r. Bardiyor deganga bardiorini qo'yib beriladi burchakka. Juda ham zo'r. Burchatkamizni o'zini narxi nech pul? Sexdan menga shu mahsulotni o'zi kerak deganga. Burchatkamizni 1 kvadrat.
o'zi narxini kubikchasi bilan 90 ming qilib beramiz. Kubikchasi bilan 1 Kubikchasi kvadrati bilan 90 ming so'm. 90 ming qilib beramiz. Buni ranglari, fasonlari juda ko'p sexda. Ha, sexda har xil fasonlari bor. Har xil nimalari bor. Hozirgi kunda qayergacha borib xizmat ko'rsatyapsizlar aka? Shu Toshkent, Sirdaryo, Jizzaxgacha boryapmiz. Sirdaryo, Jizzaxgacha borilyapti. Vodiy bo'ylab. Xo'p, aka, mana bu kvadratdan tashqari narsa bu, har videoda aytamiz. Shuni o'zi nech pulga qo'yib berasizlar? Olib kelasizlar, qo'yib berishlaring nech pul bo'ladi buni? Mana shu holati o'zimiz olib kelib, ustonovkasi ichida 120 ga 180. Buni bo'yi 2 million 200 ming ustonovka qilib berganmiz. Mana chekkasidagi 10 senti palasadan tashqari. Tashqari. Bu o'sha palasa kelishiladi. Kelishiladi, bu palasa kelishiladi. Qancha yerlashib kattaysa, puli qo'shiladi deysiz. Qo'shiladi. Bu отдельный narsa. Отдельный narsa. Tushunarli. Menimcha buni aniq konkretni gaplashib o'tdik, burchatganmiz. Endi mana bu sokil qismiga kelganda ko'ryapsizlar, juda ham chiroyli holatda chiqqan, hozirgi kunda trenddagi. Bu delali fason bo'ldi shekilli aka. Aka, bu delali fasonimiz. Uydagilar shuni xohlashadi, shunaqa fason qilib berdik. Faskalarni ham juda chiroyli qilib ochishdi, akalarimiz zo'r qilishibdi. Xo'p, aka, sokil qanaqa holatda edi kelganlaringda? Sokil nima qildilar? Sokilimiz o'sha beton holatda edi. Endi bu tomonda ozgina buzadigan joylari bor edi, o'zimiz buzib chiroyli qilib, tekis qilib, bu tomonni bir xilda qilib chiqarib edik. Zo'r. Xo'p, xonadon egasidan talab qilinadigan narsa nima bo'ladi bu? Sokilimizga nimalarni olib beradi xonadon egasi? Sokil. Xonadonning egasi faqat buni chorning narsasini olib berishadi. Ya'ni met pisok, sement. Met pisok, sement, shu kafeniklar ozgina ketadi, shuni olib berishadi. Buni qolganini hammasini shu dubulmiq, akvika, sim, material, usta puli, dastavkasiga sokilimizni qilib beramiz. Gap yo'q. Dastavkasi ham sizlar. Dastavkasi ham ichida. Nimaga endi buni dastavkasi ichida, buniki dastavkasi ichida emas burchatgan deganlarga bu mahsulot og'ir narsa. Shuni hisobiga o'zlari dastavka qilib bermayapti. Dastavkasi ko'payib ketib qoladi. Ko'payib ketib qolyapti. Minusga kirib ketib qoladi. Shuni hisobiga buni dastavkasi yo'q, lekin sokilda dastavkasi ichida. Xo'p, endi aka, hozirgi kunda aynan shu fasonimizda nech puldan qilib berdilaring? Bu hozir balandligi necha bo'ldi aka buni? Aka, bu balandligi 65-70 bo'ldi. Nimasigadir 550 mingdan qilib berdik. 550 mingdan qilib berdilar. Delali fason. Faskalari ham bu yerda hozir ko'p, to'g'rimi aka? Sanasang. Koronalar ichi ko'p, bitta, ikkita ko'p bo'ladi. 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta. Ko'p bo'ladi, Mana bu yoni bilan 7 ta. 7 ta bo'ladi. Koronalimizda 5 ta bo'ladi. Bunda 2 ta fasl ko'p bo'ladi. Ko'p bo'ladi. Juda ham zo'r. Shunda hozir buni 550 mingdan qilib berdilar, ya? Misol uchun sizlarda aka aytasizlar, misol necha santgacha ham deysiz, metrga, undan ko'payib ketsa kvadratga deysizlar. Shunisi qanaqa bo'ladi? O'sha mana shu yarasi metrga tushgan. 70 balandligi, 70 balandligi o'sha 550 mingdan qilib berganmiz. Agar 70 dan balandlab ketsa kvadratga olasizlar. Kvadratga olinadi. Ozgina pul qo'shib qolamiz. 10 sentiga o'sha 50 ming shunaqa atrofida qurilishib qoladi. Xo'p, hoji aka, misol uchun buni ham fasoni ko'p, turi ko'p, to'g'rimi? Xohlasa delali, xohlasa mana shu o'rtada delasi yo'q fason qilib beraverasizlar. O'rtasida delasi yo'q fason, koronali fason. Koronali, Uni faskasi kamroq bo'ladi. Puli ham arzon bo'ladi. Puli arzon chiqadi. Mana shu faskasi kamaygan sari puli arzon chiqadi. Puli arzonlashaveradi. Mana faskasi qancha ko'paygan sari puli qimmatlashib boraveradi. Buni g'ishli variant deganlarga g'ishchali variant qilib beraverasizlar aka. G'ishchali variantimiz ham o'ta chiroyli narsa chiqadi, qilib beraveramiz. G'ishchalilar misol hozirgi kunda nech puldan nech pulgacha aka? G'ishchali variantimizda 490 ming kvadratga qilib beryapmiz. Metriga bo'yi 60 bo'ladigan bo'lsa, 370 ming, 360 ming qilib beryapmiz. G'ishchali variant so'raganlarga g'ishchali variant qilib berishadi aka, xudo xolasa. Juda ham zo'r. Hozir bunimiz 550 mingga bitgan aka. Bitgan mana shu holati. Dastavkalarni o'zimiz qilib berganmiz. Gap yo'q. Juda ham zo'r. Endi mana bu zinapoyalarga keladigan bo'lsak, zinapoyalarimiz qanaqa hisoblanadi aka? Aka, bu zinapoyamizning bitta pog'onasini 1 metrini
220 mingdan qilib berganmiz. 1 metri 220 ming. Bitta stupenkasini 1 metrini 220 mingdan qilib berdik. Bu bitish holati mana shunday hisoblanadi mana. Shunday holat 1 metri Ha, 1 metri 220 ming. 220 ming. Judayam zo'r. Plashatkasi-chi? Plashatkamizni 170 mingdan qilib berdik. Plashatka 170 mingdan kvadrat. Bu kafelda o'sha Angren birinchi sort qo'yib berdik. O'sha yaxshi ishonarlisini. Oyoq sirqonmaydi. Sirqonmaydi, bunaqasi bor, o'zi tormozlari bor. Tormozlari bor. Judayam zo'r. Menimcha qisqa lo'nda ma'lumot berdik. Tushunmagan joylaring bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqib olasizlar. Mana bir qator hovlini bitta ko'rsatamiz. Hop. Umuman xullas kalom mana zinapoyalar metrga hisoblanadi. 220 ming dedim aka. 220 mingdan 220 mingdan metrga hisoblanadi. metrga Hamma yo'q ichida. qilib berdik. Mana juda chiroyli chiqqan so'kilimiz ham. Endi bitta bunga oppoq qilib travertinni urib qo'yadigan bo'lsa, hovlimiz haqiqatda havas qiladigan darajada juda chiroyli chiqadi. Rangi o'chmaydimi deganlarga qadrdonlar qaranglar. Bu narsa tabiiylik uchun rangi o'chmaydi, ko'chmaydi. Xudo xolasa sizga ancha yil xizmat qilib beradigandan bo'ladi. Xizmatlari Vodiy, Toshkent, Sirdaryo, Jizzaxgacha aka. Jizzaxgacha qilib beraveramiz. Qilib berilaveradi. Tushunmagan joylaring bo'lsa, ekranda akamizning nomerlari bo'ladi. Qo'ng'iroq qilsalaring batafsil ma'lumot berishadi. Akalarimizni kaminani mehnatini qadrlaman, shunday qilib like bosgan qo'llaring muborak, kabatulloh ushlasin. Rahmat.